Xo'sh, hozir bu yerda asosiy kutubxonani yuklash va bot uchun kerakli modullarni qo'shganmiz. Bu yerda mana bu birinchi kutubxonamiz asinxron kod yozish va botni parallel ishlashini ta'minlaydi. Keyin ikkinchi qatordagisi esa mashina raqamini va telefon raqamini tekshirish uchun regular ifodalar bilan ishlaydi. Regex ifoda bilan ishlaydi. Uchinchisi mana bu SQLite ma'lumotlar bazasi bilan ishlash uchun kerak. Keyin bu iGram bu Telegram bot yaratish uchun eng kerakli samarali kutubxonalardan biri. Telegram ishlashini tezlashtirib ham beradi bu. Qulayroq ishlash. Bu yerda bot yaratish uchun, dispetcher bu xabarlarni boshqarish uchun, mana bu types esa Telegram IP turidagi obyektlarni ishlatish uchun. Tamom, bo'g'ilib qo'yapti. Mana bu keyingi qatordagilar esa REPL keyboard markup bilan button foydalanuvchi uchun klaviatura tugmalarini yaratish uchun. Mana bu yaratgandik-ku mana bu yerda. Mana REPL mana bu klaviatura tugmacha va ikonkchalarni yaratish uchun kerak bo'ladi. Keyingi qatordagi esa command bu start yoki boshqa buyruqlarni ushlab qolish uchun ishlatiladi. FSM context esa FSM bu Finite shtati machine. Ingliz tilida bilimimiz yo'qligi sababli uzr so'raymiz. Bu nima qiladi? Holat mashinasi deyiladi. Bu endi holatlarni saqlash va o'zgartirish uchun kerak bo'ladi bu. Keyingisi shtati bu. Shtati nima qiladi? Bu bot bir nechta bosqichlarni bajarish kerak bo'lsa, bu bosqichlarni amalga oshirish uchun kerak bo'ladi. Bu bosqichlarni aniqlash uchun kerak bo'ladi. Mana bu status group bir nechta holatlarni bitta guruhga yig'adi. Va keyingisi memory storage holatlarni vaqtincha xotirada saqlash uchun bazaga bog'lanmasdan ishlata oladi. Bu bot toki bu mana bu config mana bu paydan import qilib olyapmiz. Tokenni bu memory storage nimasida ishlaydi. Bu config pay, mana config payda bot tokenimiz bor. O'shani main payga olib kelganmiz, import qilib olganmiz. Bu boshqacha usul. Boshqacha yo'l bilan ham nima qilsa bo'ladi? Import qilmasdan ham ishlatsa bo'ladi. Hozir mana botni ishga tushirish, create database ma'lumotlar bazasi ishga tushadi. Xo'sh, bot ishga tushirganimizda bu kod nima qiladi? Bu kod create database ma'lumotlar bazasini yaratish uchun yaratish yoki tekshirish uchun bu await deb start polling botni ishga tushirish va doimiy ravishda kelayotgan xabarlarni kuzatishga yordam beradi. Ifname bu main bu Python fayl bevosita ishga tushirilganda ushbu kod bajariladi. Agar import qilingan bo'lsa, bu qism ishlamaydi. Asynchron main funksiyasini ishga tushirish, asynchron run Python loop yaratish, botni ishga tushirish. Polling rejimi bu bot serverda doim ishlaydi va yangi xabarlarni kutib turadi. Bu polling mana bu rejim.
Xo'sh, shu bilan hozirgi darsimiz tugadi.